Assalomu alaykum. Qadrli Katul House aziz obunachilari, aziz kuzatuvchilari. Xo'p, esinglarda bo'lsa, Besutga 40,5 million ketdi deb sarlavha qo'yib video qildik, dastlabkasini apga berganini qo'ydik. Hop. Bugun 31-may boshladik ishimiz mana ertalabda kelib. Biz yangilik qilmoqchimiz sahifamizda. Ataplinani pulni bu yerda o'zim turib, ustida o'zim billa qilib boshdan o'zim ko'z quloq qildiryapman. Birinma-ketin etap-etap video qilib bormoqchimiz, yangilik qilib, qani manfaatli bo'lsa albatta xursand bo'lamiz. Video boshlashdan albatta like bosib, bizga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar deymiz. Like bosib qo'ysanglar ko'proq odamlarga tarqatiladi, ko'proq odamlarga yetib boradi. Albatta xizmatimiz kerak bo'lsa, buni aloqaga chiqib olasizlar. Xo'p, mana pulni aylantirib gidro'ni otib chiqdik. Mana chekidan mana shu iplar tortilib, sekin chizishlar boshlandi. 4 qator bo'ladi. Har bittasining orasi 20 santimetrdan. Bu 4-qatorda eng pasti bo'ladi. Yerimiz bu yoq pastroq, u yoq balandroq ekan. Shuning hisobidan iloji yo'q 27 metr, 20 santimetr plon berdik. O'zi aslida ko'proq berish kerak, lekin maksimum minimum bo'laveradi. Undan baland qilsa, o'sha turba ko'tarilib ketib qoladi tepaga kerak yo'q, chunki turba pastda bo'lishi kerak. Bilasizlar, issiq tepaga qarab yuradi, panelni ichida. Turba iloji boricha maksimum yerda polni o'lchab chiqib, eng pastidan oldik. Katta yo'l burchakka o'rnaydi. Ashi burchakka o'rnash katta yo'lda hisobini oldik mana. Hozir chizib chiqilyapti mana. 4 qator bo'ladi. O'rtada 3 qator, 4 qator, 4 qator, 3 qator, yana 4 qator. Polni shu holatda qilinadi. Hozir mana birinchi etap chiziqlarni chizib, ip tortib chiziqlar chizib chiqish, keyingi etap armaturamizga ilmoqlarni qo'yib chiqamiz. Buni ham bir qator video qilamiz sizlarga tushuncha bo'lish uchun. Обратный tomonga o'tib oldik. Bu tomon pasaytirdik. Bu yoq baland. Yer navrot hozir yer bu yoqqa pastlagan, bizniki navrot bu yoqimiz balandlab bu yoqqa kelyapti. Eng past o'tishamiz mana. Registrlarda 4-chi eng past mashiga bo'ladi. Bundan keyin obratgamiz 76 bo'ladi. Pastga 76 ga joy qo'ydik, xolos maksimum pasaytirdik. Bo'lmasa iloji yo'q, naribet shu balandlar ko'tarilib ketib qolyapmiz. Ikkovi 5 dan birik bu yoqqa oshiqcharoq. Xo'p, bu yerdan padachi bo'ladi. Padachini ham katta yo'ldan bitta chiqmaydi-da, katta yo'ldan bitta borib turib, o'rtaga urilib, ikki tomonga tarqaydi. Chunki taqsimot qilishimiz kerak. Katta yo'l bu burchakka o'rnaydi. Bu yoq tez tortib qo'yish mumkin, bu yoqqa olib ketib qoladi. Shuning hisobidan padachiga e'tiborda beramizda, bu tomonga bitta kranni qo'yib qo'yamiz. Ko'ngildagidek bo'laveradi. Katta yo'l bu yerga o'rnasa, akamiz keyinchalik uylarda ulayman deyapti. Keyinchalik uyda ulasa ham muammo qilmaydi. Bu yerga uylarga tochkalar tashlab, o'zining qonuniyati bo'yicha ishlab beramiz. Videoda oxirigacha ko'rsanglar, sekin-sekin tushuncha bo'ladi. Biz endi etap-etap ish jarayonlarini olib oxirida bitta katta video qilib beramiz. Bitta sizlarga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Hop, mana keyingi etap armaturalar ilinyapti. Tangalarni qo'yyapmiz. Turba tushib ketmaydi. Bu yog'iga termizning hisobi bor orada. Mana buni parnigimiz stoykasi. Orada 15 santimetr joy bor. Turba bu yerda qoladi. Termiz tomonga ham ketib qolmaydi, pastga ham tushib ketib qolmaydi. Ko'pchilikda fikrini inobatga oldik. Kommentariylarda ko'pchilik yozgan edi, termiz qilganda nima qiladi deb oldingilarga yopishtirib qo'yilgandi. Endi bizga tegishli ustalar qilgan, biz qilmaganmiz, lekin biz tan olamiz, biz aybimiz bilan bo'lgan edi. Hisobini olmadik. Mana fikrlarni o'qidik, o'rgandik. Mana keyingilarda xudo xohlasa to'g'rilayapmiz akalar. Bizga aybimizni, xatoni, nuqsonimizni bilib aytsanglar, biz xursand bo'lamiz. Kommentariyalar ochiq. Keyingilarda albatta to'g'rilab sekin-sekin yaxshi natijalarga erishamiz degan umiddaman sizlar bilan birga. Mana tekis holatda har bittasiga qo'yiladi, polnisiga qo'yib chiqiladi. Tanga 200 ta tanga ketyapti. Tanga o'zimiz sexda serobida olib keldik. Qo'yib qo'yib, endi turbalar tashlab bir ilingandagi holatini ko'rasizlar, o'ta go'zal bo'ladi. Xo'p, mana akalar, inshaalloh sekin-sekin turbalar tashlanish boshlandi. Ko'rib turibsizlar, ushlab qolyapti. Mana buni ko'rib turibsizlar, u nariyalar hali ulanmadi, bu chekidan boshlandi. Mana bu yoq 4 qator. Hop, bu yoq katta yo'ldan chiqadi. Padachi hisobda bu yoqqa uklon, bu 3 tasi navrot. Bittada keladi. Bu yerdan hozir bu yoqqa yurgizamizda, o'rtadan qaytarib, qaytib ketadi. Bu yoqdan qaytadi. O'rta bu yerdan qaytadi. Mana endi yo'llar qo'yib qo'yamiz endi. Kelib agar almashtirmoqchi bo'lsa, xalaqit qilmaydigan qilib. Yo'llar qo'yib qo'yamiz. O'rtaga 3 ta, bu chekiga ham 4 ta. Nariga parniga xuddi shunaqa bo'ladi. Mana shundan nima qilyapman? Videolarni ko'p qo'yapman. Hozir ulasizlar mana. Qalay.
Termiz haq. Termiz haq. Endi sekin-sekin padachi abratkalar bu yoqlar ulanib boshlanadi, davom ettira olamiz. Hop, endi mana bu chekkalarni uladik. Mana buni bu burchada ishlar tugadi. Padachi kelib, bitta padachi hisobda keladi-da, bu yerdan uchtada qaytadi. Alohida e'tibor beradigan narsa, buni katta qo'yganmiz, 76lik, bular 57lik, bu 76. Kelyapti. 76 da qanday tushuntirsin? Tarqashlar yaxshi bo'ladi. Qisilib qolmaydi, mo'lariga super xilda taqsimot bo'ladi bu yerda. Bunda ham shu ahvol, bunda ham shu ahvol. Bunda 57 ni o'zini qilganmiz. Nimagaki? Bu bitta yo'lda 3 ta qator o'zi, padachi bitta 2 taga tarqaydi. Bu yoqda qissa nabrot foyda bo'ladi. Chunki bu yoqda metraj oz, bu yoqda ko'rib turibsizlar. Kelganda qo'shimcha mana yana 2,5 metrdan uzunlashgan bitta turba ko'p buriyor. Padachi bir xil ulanaveradi, ulanyapti-da. Bu yerda 57 ni o'zidan qaytarib qo'yganmiz. Shu qisilsa bu yoq sekinroq aylansa, nabrot yaxshi bo'ladi. Padachiga bu yoqda ulashdi ham, mana ikki o'rtani teshigini kichikroq ochiladi, kattalik. Bularga singari ochilmaydi-da, kichikroq ochiladi doimga qaragan. Nimagaki bu yoqda sal qisa olish kerak. Bu chekka ham sal qisiladi. Nariyala pulni ochilaveradi. Bu chekkalarni ham qochirganmiz anchalar. Bu yoqlar ham albatta termiz bo'ladi, bu yoqlar yopilib ketadi. Bu yoqda eshik yo'q, furchki bor. Mana termizdagi konkretni zo'r olinyapti. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilishga harakat qilyapmiz. Kuzatib tursangiz, padachilarni ham ulanishlarini ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, mana bu boshda ham ishlar o'sha yakunlanib qolyapti, xudo xolasa. Mana padachilar, abratkalar, ko'rib turibsizlar. Abratka mana 3 ta kelyapti-da. Mana buni yana 76 lik bo'ladi. 57, 76 ga qo'yilib, ulanyapti 76 lik. Abratkamiz 76. Bu yerdan chiqib ketaveradi. Padachimiz bo'lsa 76 kilo, bu yerda 57 topdi. Bu yerda ko'rib turibsizlar, mana bu yana bitta padachi, ikki qator padachi. Nimagaki, katta yo'ldan bitta chiqadi, u o'rtaga borib turib, ikki tomonga alohida padachi bo'ladi. Bundan maqsad bu burchakka katta yo'l, bu parni bor, bu parni aylanib qolishi mumkin, nariyoq tortmay qoladi. Shuni hisobidan yana bitta padachi beryapmiz, o'rtadan ikki tomonga tarqatyapmiz. Rashidli bo'lgan mana shu qo'yiladi. Mana har biri ulangan. U burchagan bu yoq bilan o'rtaga keladigan bo'lsak, o'rtada turba 3 qator, metraji ozlik hisobidan mana buni bitta pastga abratkani o'ziga tepadagini 57 ni o'zi bilan ulab qo'yamiz. Bu yerda suv qisilish bo'lsa, avrat biz foydamizga ishlaydi, chunki bu o'rta ikki yoqqa qaraganda tez tortib qo'yish mumkin. Kecha bu yoqdan qisilsa yaxshi bo'ladi. O'chak ham 57 bo'lgan, bunisi ham 57 bo'lgan. Endi nari kapani ham ishlar o'zi yakunlanib qolyapti. Endi oz katta yo'llar ulanadi, sekin-sekin ko'rsatib boraveramiz. Bu tarafda ham ishlarni to'g'risi 100% yetyapti mana. O'rtaga sizlarga aytgan kollektorim mana. Shu dishtochka berildi, rashidilni shu qo'yganmiz, e'tibor berasizlar. Polietilenda urganmiz rashidilni ham. Nimagaki bu yerda suv postoyanno turadi, sirkulyatsiyasi bo'lmaydi. Temir qo'ysa zanglab ketishi mumkin, ichiga yuraverishi mumkin. Polietilен tushirishlari ham polietilен plastik olganmiz. Zanglamaydi, zang bo'lib ichiga axlat yuravermaydi. Mana kollektor deganimiz, mana katta yo'ldan bitta chiqib sentralni katta yo'ldan chiqib bitta kelyapti-da. Bitta katta yuzlik urilib turib, ikki tomonga teng tarqab ketdi. Bu yerda engishib turishi, havo shu yerdan terib chiqib ketaveradi. Bunaqa qilganning foydasi suvni bir xilda teng taqsimlab beradi. Bu yoqlar mana katta yo'ldan o'rnadi. Katta yo'ldan o'rnatdi, suvlar to'ldiryapmiz. Suvni chorgitlar tepadan ulab qo'yibdi. Pastdagidan ulasa suvni bu yerda shinamga turadi, pastdan to'ldirsa bo'laveradi. Qo'shimcha qo'yish shart emas, mana shu yetadi, yeshidiki. Shinamgani sug'urib turib, to'kib nima qilsa bo'laveradi. Mana bu yerlar ham xudo xolasa bo'ldi, yakunlandi. Bitta 76 lik samoxodga nasos ishlaganda bekitadi, boshqa payt ochib qo'yadi. Через nasos. Mana yonida tochka, uydan keyinchalik ulab oladi. Padachisi, bu abratkasi qo'yib qo'yganmiz. Xudo xolasa ishlar topshirib, hozir suvlar to'ldiryapmiz. Eshiklari 100% suvli, graduslar qo'yildi, hamma yo'g'i tayyor bo'ldi. Bu gaplarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bemalol akalar murojaat qilasizlar. Shunaqa holatda, kampilik holatda o'zimiz boshqa olib bitkizib uyat beramiz. Bu ham narigi bilan bir xil holatdan o'rtalar 3 qator, 4 qator ulanishlari 76 kelyapti, 57 tushdi. Tekshirtirishimizga sabab parnik o'ta yotiq ekan, narigidan emas ekan. Necha qochirdik, termiz hisob bor, mayli ishlari. O'rtalari ham ulanishi, xudo xolasa hamma yo'q cho'tki bo'ldi. İşimizde hatta kamchiliklar bu ko'rgan bo'lsanglar bemalol kommentariyga yozib qoldiringlar akalar. Albatta bundan xursand bo'lamiz. Şimdi qanaqa savol bo'lsa Telegramga ichga ulab qo'yaman.
kommentariya qo'shib beraman. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin akalar. Xudo xolasa atablarning xizmatini o'zim vodiy bo'ylab qilib beramiz. O'zimiz voha tomonlarga brigadalar bor jo'natamiz. Katta yo'limiz O'zbekiston bo'ylab Liboy hududiga, qo'lingizda O'zbekiston pasporti bo'ldi, O'zbekiston Liboy hududiga, Qirg'izistonlarga ham, chetlarga ham chiqarib beraveramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar akalar. Hozir shu mana iyun oyigacha ham otni qamchilaydigan payt, chunki hozir sezon kelgan yo'q, narxlar jo'n, atab pulingiz bo'lsa, mablag' bo'lsa, atablarni qildirib olsangiz ancha yutasiz. Ertaga bir oydan keyin sezon kelgandan keyin samasovoy xizmatlar oshadi, katta yo'l narxlari oshadi, bilasizlar. Hozir payti chiroyli qilib qildirib olsanglar, mana afsalar qilib o'zimiz cho'tki qilib, chiroyli qilib topshirib, zo'r qilib beramiz. Xo'p akalar, bizni kuzatishda davom etinglar. Videolarimizga like bosib, yaqinlarga jo'natib, kommentariyada fikrlarni bildirib qo'ysanglar, albatta xursand bo'lamiz. Yana ham motivatsiya olib, yaxshiroq ishlashda davom etamiz. Xo'p, bizni kuzatishda davom etinglar. E'tibor uchun rahmat. Katta yo'l xizmatda.